13-yil ishlab chiqarilgan zo'r holatda Malibu olib kelib qolishdi. Malibu puli yig'lab yuboradigan narxda. Narxlar qarangda, Gabdalovga shoshilmasdan ko'rasiz. Qarang. Tut yumshoq yangi baloni, injektor metani bor ekan. Mashina tiniq holatda. Lyuk. Xo'p. Salonni qarang, tiniqligini. Duv zona klimat kontrol, hamma yo'g'i joyida. Mashina hech qanaqa rasxod yo'q. Kruiz kontroli bor. Mashina kraskasi pashti toza. Bitta eshikda yengil petnosi bor ekan. Qolgan joyi tiniq. Olasan, minasan degan Malibu 1. Tiniq. Qani kuzovlari ham tekis turibdi. Chiroyli turibdi mashina. Xo'p, knopkasini joylaganman, qani. Bagajda bonus bor ekani. Bagajda bonus bor ekani. Bagajda bonusi bor ekan. Mashina ko'pchilik biladi, motori 2.4 bo'ladi bularda. Xohlasan aytib ko'rsataman, qo'yiraman. Xo'p. 2.4 motor ob'em, rul gidravlika, ABS sistema, konditsioner, injektor metani holati yaxshi. Mashinani hujjatdan muammosi egalarini o'zidan. 2013 kraskasi pashti toza, shu bitta oldi eshikda yengil petnosi bor ekan. Narxi $9,500 deyilyapti. Qiziqqanlar ekran telefon nomeri turibdi, like bosib, obuna bo'lib, ekranni bilan aloqa qilib kelaverasizlar ko'rgan.